Yomg'irlar yog'ar. Dildora? Ha, Dildora? Yaxshimisan? Kelib qolsan-da, yo'llarimiz ayrading. Shu yerda tutashibdi-da. Ha, shu yerda ishlayapsanmi? Ishlayapsan? Men Jahon Getidini boshlig'i bo'laman. Tushundingmi? Mana shular men o'zim qurayapman. Boshliq bo'lsang nimaga bunaqa kiyinib olgansan? Men ishchilar bilan birga ishlayman men. Men kaptarim boshliqman. Mabodo kamtarim bo'lmaydimi? Ey, kaptarim, kamtarimdan ham pastrog'i. Haligi Jimbo, endi borki shuncha gapirgan yetadi. Endi men gapiraman. Bilasanmi, menga vaqtida ishonmading. Mana shu uylarni o'zim qurdiryapman. 2025-yilda tayyor holda odamlarga topshiraman. Xohlasang 60 oyga bo'lib to'lashga foizsiz olishing mumkin. Xohlasang ipotekaga olishing mumkin. Agar normalniy saksiyasiz bo'lib turayotgan bo'lsang, shunda sovg'a ham qo'yashing mumkin uy. Dildora, Yangi O'zbekiston majmuasi qayerda joylashgan bilasanmi? Shuna Guliston shaharida kirishida joylashgan. Bu yerda bog'cha, agar mabodo men ko'tarib ketishimga mazin qochib qolayotgan bo'lsa, klinikam, bunaqa chirik mashinam uchun avtoturargoh ham qurib qo'yapman. O'tkir aka, Gapirma sen. Gapirib bo'lgansa rad javob bergan vaqtimda yerga tegmayman deb turib. Yana O'tkir aka deyishingga o'layimmi? Otimda meshtab qolgan bu. Qurayotgan uylarni ko'rdingmi? Xuddi meni muhabbatimga o'xshab mustahkam. Eng asosiysi katlamon emas. Mana shu topshirilayotgan uylarga narxlari ham arzongina. Xuddi seni sevgingga o'xshab. Men tashab ketgan vaqtim hammaga aytib chiqdim. Xuddi shunga o'xshab turib bedam sotib boshlangan hammaga aytib chiq. ha dada. Qurilishga keldim. Ofisingizda o'tiribman. Qanaqadir boshlig'i bilan. Xo'p bo'ladi dada. Dildora opa, buni qurilish sizlarkimi? Ha, shunday. O'laga dengchi?